3 qahramon krugidan 5 kilometr kirganda sizlarga shunaqa korobka holatidagi ideal narxga chotki uchastka topib qo'ydim. Ko'rishingiz mumkin 2-4 sotuvga joylashgan bu xonadonimizni ko'chalari mana yangi ko'cha, yangi mahalla, asfaltlari bo'lgan. Hozir sizlarga narxni eshitolni xonadonni bitta ko'rsataman. Xonadonimizga kirganda shunaqa naveslar qilingan, o'ng tarafga letniy kuxniya joy qoldirib ketilgan, eng glavnisi santexnik ishlari bo'lgan. Hovlimizga kirganingizda mana ko'rishingiz mumkin 4 ta moshina bemalol sig'adi. O'zini kichkina bo'lsa ham ziloniy zonasi bor. Hovlimizda yana sanuzulimiz ham bor. Xo'p, men sizlarga hozir ichkarini ko'rsataman. Eng glavnisi akfaromlari qo'yilgan, santexnikalari qilingan, elektrikalari qilingan. 3 tagina zina bilan kiriladi. Eshikdan kirganda mana koridorimiz, o'ng tarafimizda bo'lsa, kattagina oshxonaga joy qoldirilgan. Bu oshxonamizdan keyin to'g'rimizda mana kattagina zal qoldirilgan. Katta zalimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz bor. Zinamizda tagida bo'lsa, o'zini sanuzullariga qoldirib ketilgan joylari ham bor. Ikkinchi qavatga chiqib oldi. Ikkinchi qavat chap qo'limizda bitta kattagina xona bor. Zal qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. To'g'risida bo'lsa, родительский spalnya. Родительский spalnya ichida o'zini sanuzullariga joy qoldirib ketilgan. Ahamiyat beringlar, santexnik ishi bo'lib ketdi. Bu yoqdan chiqqanimizdan keyin chap qo'limizda общий sanuzul bor, kattagina qoldirilgan. To'g'rimizda bitta детский spalnya bor, o'ng tarafida yana bitta детский spalnya bor. Mana shu ko'rib turgan oshxonaning tagiga bitta selib katta podval qoldirilgan. Shu ko'rib turgan 2-4 sotuvga joylashgan korobka holatidagi xonadonimizni 99 ming narxda belgiladi. U topib qo'ydim kanaldan chiqsanglar, yana kelishtirib berishadi. Bosinglar.